pulni qalaymiqa ishqa biyudishlik buzib chechiyotgandan mana shunda pola aytib, tushdi bir vaqt tamoq taklif qilay dedim. Xatosi yo'q-da do'stlar, ha? Agar to'g'ri bo'lsa 6 raqamni bir yo'llab, men filmni texim ko'p do'stlarga taqdim qo'yinglar, meni qo'shib olg'ash do'stlar. Tunigim bu film chiqargan yakshanba kuni esa bizning bozorimizga kelib, mayli mashinasini olmasin, kelgan do'stlarning bir qadimiga bizni qo'llab berganligiga bir tushdi bir vaqt tamoq taklif qilaman deb. Meni mayli yaxshi ko'rsin, men mayli yaxshi ko'rmasin. Menga o'ch olsin, mayli o'ch olmasin, mayli qo'llasin, qo'llamsin, har qanday do'stlar bo'lsa, tushdi bir vaqt o'xshagan pullarga taklif qilaman degan. Va'da Ahmadjon bilan biz soat 7:30 bilan tayyorlik qilish tushib, mana 2 qozon pola, mana 2-chi qozon dumlatimiz ichine. Tamoqlarimiz pishdi, qaranglar mana. Pola mana tamoqninki shoy deymiz. Ma'ni xato tushunmanglar do'stlar, bu bizning bozorimizningki hamda aqasini qilgan ko'ngli. Dedik mayli mashina eling, ammo tushdamış bizningki o'rinmish o'ta yo'lda, Qashqarga kirishda o'ta yo'lda kirib, bir vaqt tamoq yeb ketsangiz bo'ladi. Mana go'shtmi bor, noqot yemesh degandeklarni besib mana chiroq chiqaryapmiz. Do'stlarningki bir vaqt bir tamoq taklif qilmoqchimiz mana, shundaymi? Ahmetli ish oldu. Ahmetli ish. Uni xato tushunmanglar, bir qismlar men qalayimqam burab, qalayimqa ideya bo'lsanglar bo'lmaydi. Bu bizning bozorimizningki necha vaqt bizning do'stlarning qo'llab berganiga qarta qilgan ko'nglimiz. Shunga hamda tamoqlarimizni tayyor qilay dedi. Asosan soat 11:30 ga ulgurib osh ta'tili. Qanday? Mana o'rnimiz mushshamiz, yaxshi bozor oshxonasi mushak kirib, choymi bor mana, dog'mi tayyorlab qo'ydik. Polami tayyorlab qo'ydik. Kelsanglar bir vaqt bir qo'saq to'yg'idek bir tamoq bor. Bir yeb chiqib ketgaysizlar do'stlar. Bu bizning bozorimizniki barliq mashinachilarning ko'ngli ham shu orqali qo'shilib qolgan emas. Amish bozordagi mashinachilar yeydi, bizning xizmatchilar yeydi. Amish bozorimiz kelgan do'stlar yeydi. Shuning bilan birga do'stlar, agar bilganchada mashina olib qolsanglar, necha vaqt naqdatimiz bir bakmay ya go'xo so'q qilamiz. Aynek suydaymiz, mana shunda o'zimizning ko'nglimiz bor. Buni haliqa o'zingning bozorning tashviqotini qilish uchun qilding desangiz mayli. Her yangi tushunib qanday tushunsangiz o'zingizning ixtiyori, lekin endi shunda bir qozon osh yetib, bumi bakar etilmaydi, shundami? Bu haqqi bir vaqt qo'sqin to'yg'izish degandan bumi asos emas. Shunga hamda shu do'stlarni bir rozi qilish, o'zimizning xushalliqni, minnatdorlikni ifodalash ustidan qilyapmiz mana shuni. Yaxshi ko'nglimiz. Yaxshi ko'nglimiz. Qog'ini bizni bir qo'llab, yurakni bir bagrak berib do'stlar. Texnik ko'p do'stlarga taqdim qo'yaysizlar. Xayr xo'sh.